Videolaringizni montajiga qiynalyapsizmi? Rasm, video, qo'shimcha subtitrlar yoza olmayapsizmi? Bu video aynan siz uchun. Video davomida qanday qilib noldan videolaringizni zo'r subtitr qo'yib, rasm qo'yib, video qo'yib, montajini noldan o'rgatib boraman. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham qiziq bo'ladi. Sizlar bilan har doimgidek ko'p ko'z bola. Unda biz boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir biz VN приложениесiga kiramiz. Qiynalyapsizmi? Bosganimizdan keyin mana meni proyektlarim kelib chiqyapti bu yerda. Polniy qilgan redaktor modellarim, ya'ni videolarni hammasini redaktor qilib ko'rib chiqamiz. Birinchisiga plus bosiladi. Plus bosilgandan keyin новый proyekt degani VN ilovasini o'tkazganingizdan keyin 100 tagacha tekin bemalol videolar qilsangiz bo'ladi. 100 tadan keyin pulli bo'ladi. Новый proyektni bosamiz. Bosganimizdan keyin xohlagan bizga yoqqan videoni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, redaktor qilinmagan videoyimiz mana buni oladigan bo'lsak, ketdi mana. Bunday qilamiz. Hozir mana ovozi ham chiqadi. Hamma magazinchilar javob mana shunaqa rangidan emas, qora rangidan kiyishyapti. Mana do'stlar, 3-sini o'rganimdan bari to'q yo'q, bari ko'rmaysizlar dedi-yu. Hamma magazinchi polni mana ko'radigan bo'lsak, montaji ketdi 1 2 3. Hamma magazinchilar javob mana shunaqa rangidan emas, qora rangidan kiyishyapti. Hozir bu yerda VN приложениесі orqali, sahifasi orqali bunday qirqib olamiz. Qirqib olganimizdan keyin удалитni bosamiz. Udalit bo'ldi. Endi bu yerda udalit bo'lgan narsani qaytadan yana восстановить qilish mumkin. Bunday tepadagi nazat degan galochkani bosamiz. Tepada burchakda turibdi. Mana ketdi, mana bosildi, keyin orqaga. Bo'ldi. Bu chap tarafdagisi orqaga, o'ng tarafdagisi oldinga qaytariladi. Keyin ko'rishimiz mumkin. Polностью sizlar bilan redaktor qilamiz. Ketdi. Hamma magazinchilar javob mana shunaqa rangidan emas, qora rangidan kiyishyapti. Keyin bu videoyimizni pauzasini yo'qotishlik uchun qaychi bilan разделитni bunday qilsak, keyin bu yerda bunday qilsak, polniy pauzasi o'chadi. Pauzasi o'chgandan keyin videoyimiz pauzasiz bo'lsa, shuncha ko'p prosmotr bo'lib odamlar ko'radi. Agar pauza bo'lib o'ylanib qolishlik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizni videoyimizni ko'radigan inson ham o'ylanib qoladi. Bu haqiqatan professionalmi o'zini sohasida yo yo'qmi deb. Shuning uchun sizlarga tavsiyam обязательно har bir video qilayotganlaringizda asosan Instagram, Facebook, boshqa ilovalarga, приложенияларga mas tavsiyam pauzani yo'qotib video qilingizlar. YouTube'ga pauza bilan bo'laveradi. YouTube 10 daqiqalik, 15 daqiqalik, 20 daqiqalik uzun videolar qo'yish mumkin bo'lgani uchun Instagram va boshqa 40-50 sekundlik videolar qo'yish mumkin bo'lgan va 10-15 daqiqalik videolar qo'yish mumkin bo'lmagan joylarga pauzasiz qo'yish tavsiya etiladi. Bu videoyimizni qanday qirqishni o'rgatdim. Bunday разделить qilsalaringiz qirqiladi. Qirqilgandan keyin udalit bosiladi. Shu bilan keyin o'rtasidagi pauza yo'qoladi. Keyin filtrlar bor. Agar mabodo o'zingiz olgan foningizni filtr o'zingiz olgan foningizda nima desam, rasmi yoqmayotgan bo'lsa, imенно rasmini rangi bunday o'zgartirsak ham bo'ladi. Bunday qilib farqi yo'q. VN'da o'tkazsalaringiz batafsil instruksiyalarini mana shu videoyimdan o'rganib har bittasini qo'llashlaringiz mumkin. O'zim ham mana shu VN'da ishlataman.
like, komment, подписка bosib fikringizni bildirib qoldiring. Sizga agar foydali bo'layotgan bo'lsa. Keyin обрезать degan joyi bor. Обрезать eng qulaylik desa, tarafi tahoratga ham, uyga ham mana shunday yechib xohlasalaringiz bunday qilib обрезать qilsalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz bunday qilib обрезать qilsalaringiz bo'ladi. O'zlaringizga qaysidir bir videoni millisekundiga qaratib, polni ko'rsatib beradigan joyi do'stlar. Keyin har bitta videoyimizni xohlasalaringiz bu pauzasini bu yerda pauza degan joyi mana bu yer pauza, keyin bu yer pauza. Chunki tekis ketgan, tekislik joyda pauza bo'ladi doim. Keyin tepa past bo'lib ketgan joyda mana hozir bu yerda tepa keyin past tepa past bo'lib ketyapti. Bu yerda pastroq bo'lgan joyda men gapirmaganman. Menda tepa bo'lgan joyda ovoz bo'lgan. Keyin bu joy agar xohlasalaringiz qirqib tashlashlaringiz ham mumkin. Bu joyni xohlasalaringiz tezlashtirib qo'yishlaringiz ham mumkin. Mana bu yerda har xil ovoz turlari bor. Har bittasini bosib, ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bu yerda oladigan bo'lsak, bu sekinlashtiriladigan. sportivniy kostyumni to'g'ri keladigan rangi va fasoni. Buning eng qulaylik tarafi tahorat. Aynan Bu tezlashtiradigan. Qancha tepaga buni chiqarsak, shuncha tezlashtiradi. Qancha buni pasaytirsak, shuncha skorosti, ya'ni tezligi, videoingizni tezligi shuncha pasayadi, ya'ni sekinlashadi. Yana bir bor qaytarib o'taman. Tepaga ko'tarsak videoimiz tezlashadi. Pastga tushirsak videoimiz sekinlashadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qarangizlar. Sportivniy kostyumni butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilishlaringiz mumkin. Aynan siz uchun narxini 180 ming. Qara do'stlar, bunimiz tezlik. Tepaga qilsak tezlashadi, pastga qilsak sekinlashadi do'stlar. Keyin montaj degan joy bor. Sportivniy kostyumni Montajni bosgandan keyin время герой. Sportivniy kostyumni to'g'ri keladigan. Bu yerda основной своя degan joyi bor. Xohlaganingizcha o'zingiz tepaga yo pastga, tepaga pastga qilib montaj qilishingiz mumkin. Keyin громкость degani bu videoingizni ovozi. Videoingizni xohlasangiz bemalol ovozini ko'tarib, bemalol ovozini pasaytirsangiz bo'ladi. Выцветание degan joyi появление, затихание. Появление degani siz ovozingiz sekin ko'tarilib, sekin pastdan tepaga ko'tarilishi. Затихание degani ovozingiz ko'tarilib sekinlashishi. Boshida появление degani pastdan tepaga ko'tarilishi. Ya'ni ovozimdan qarang, ekranga qarang, bunday ovozingiz sekindan tepaga ko'tarilib boryapti. Keyin videoning oxirida tepadan pastga tushib boryapti do'stlar. Keyin обрезать degan joyi bor. Обрезать deganda xohlasalaringiz bunday qilib, bunday tekislashlaringiz mumkin, bunday qilishlaringiz mumkin. Keyin xohlaganday o'zingizga yoqqanday rakursni tekis qilib, o'zlaringizga ma'qul bo'ladigan darajani qilishlaringiz mumkin. Meni tavsiyam, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda, bu yerda hozir mana shu tepasi oshiqcha bo'lib turibdi. Shuning uchun mana o'zimni o'rta rakursga qo'yib, kattalashtirib, o'zim основной rakursda bo'ldim. Shu eng to'g'risi bo'ladi. To'g'risi, chunki mana tepadagi bo'sh joy kerak emas. Основной har bir inson kuzatayotganda odamni yo tovarni kuzatayotgan bo'ladi. To'g'risi. Keyin bu yerda bu ilovamizda, VN ilovamizda bemalol TikTok, Instagram, YouTube va boshqa sahifalarga joylamoqchi bo'lsalaringiz, sizga o'zi to'g'rilab ko'rsatib beradi. Va keyin поворот degan joyini bossak, videoimiz aylanadi. Hozir buni bunday to'g'rilab qo'yaman. Поворот mana aylanyapti, yana aylanyapti, yana aylanyapti, yana aylanyapti do'stlar. Bunimiz xohlasalaringiz telefonni mabodo ekranni noto'g'ri olib qo'ygan bo'lsalaringiz, boshqa yerga burib bemalol
pоворot qilsalaringiz bo'ladi degani. И keyin задержка ekrani. Bu boshqa tarafdan, boshqa rakursdan ko'rsatadi degani mana do'stlar. Orqadan ko'rinishi, keyin mana oldindan ko'rinishi, любой fasonga, xoh klassikami, xoh pol klassikami, xoh sportivniy kostyummi, to'g'ri keladigan rangi va fasoni. Bunday qilsak do'stlar, o'ng tarafda, bunday qilsak chap tarafda bo'lib qoladi. И keyin отразить degan joyi bor. Отразить bunaqa. Pol klassikami, to'g'ri keladigan rangi. Bu tepadan pastga qilish, bu yo o'ngga yo chapga qilish, bu tepa yo pastga qilish. Keyin заполнить degan joyi bor. Bunday qilinadi. И keyin fon. Xohlagan foningizni qilishingiz mumkin mana. Bemalol o'ynab, bunday farq yo'q. Xohlasangiz qizil, xohlasangiz yashil, xohlasangiz ko'k. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like, komment, podpiska bilan podдержка qilib ketamiz do'stlar. Fikringizni bildirib qoldiring. Yana qaysi ilovalarni sizlarga tushuntirib, batafsil aytib o'tay, polностью razborni qilib beraman. Faqat kommentariyada fikringizni bildirib, qaysi narsani qilish kerakligini ayting. Keyin granitsa deganda buni granitsani bosamiz. Xohlasangiz oq, xohlasangiz jigarrang, xohlasangiz yashil, farq yo'q. Keyin razmitiya. Bunday bo'lishi ham mumkin, razmitiya bunday. Sizga kerak emas bo'lgan joylarda razmitiya qilsangiz bo'ladi degan, ya'ni ko'rinmaydigan qilib. Keyin neprozrachniy. Bu videomizni fonini o'zgartiradigan. Keyin denoise degani kerak emas, keraksiz ovozlarni yo'qotadigan funksiya bo'ladi do'stlar. Keyin зумировать degan, отдалить, приблизить, вправо, влево, вниз, вверх. Зумировать degani xullas, отдалить degani do'stlar uzoqlashtiradi, приблизить degani yaqinlashtiradi, вправо degani o'ngga, влево degani chapga, вниз degani pastga, вверх degani tepaga bo'ladi. Videomizni boshidagi ko'rinishi imенно kelib chiqish bo'lgan joyida xohlasa tepaga, xohlasa pastga, xohlasa yonga, xohlasa chapga bo'ladi do'stlar. Aytmoqchi bo'lganim nima? Videomiz boshini qiziqarliroq qilib beradi. Buni o'zlaringiz bemalol shu ilovani o'tkazib ko'rishlaringiz mumkin. Qilib ko'rishlaringiz mumkin. Извлечь audio degan joy bor, keyin shuni bosamiz. Audiosi, ya'ni shu videoni audiosi, meni gapirgan gapim polni chiqdi. Endi bu tepa past ovozini shunday redaktor qilsak bo'ladi. 1000 gacha, hozir 100 da turibdi standart. Keyin xohlasangiz 200, xohlasangiz 400, xohlasangiz 500, xohlasangiz 800. Siz o'rganimdan bari to'q yo'q. Endi mana ovozi juda ham qattiq chiqyapti mana. Yo'q, bari ko'rmaysizlar dedi-yu. To'g'risi do'stlar, zo'r narsa, zo'r ilova, bemalol buni ishlatib videolaringizni montaj qilsalaringiz bo'ladi. Keyin mozaika degani bunday qilib qo'yish, ya'ni bunday. Kimdir agar yuzini ko'rsatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol qilib qo'ysa bo'ladigan joy do'stlar. Ba'zida videoda olib qo'yasizlar, bilmay, kerak emas insonlar, shunga bo'la yuzini yopib ko'rinmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin lupa degani bunday ko'rsatib qo'yiladi do'stlar. Mana bunday qilinadi do'stlar. Bunday qilinadigan bo'lsa, mana shunday qilsalaringiz, mana Hamma magazinchilarimiz mana shuni qorasidan kiyyapti. Bemalol mana bunday qilsak bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, polностью yaqindan ko'rsatadi. Qo'limizdagi model podrobno. Hamma magazinchilarimiz mana shuni qorasidan kiyyapti. Jigarrangini kiymashini eng katta sababi g'ururi. Ana do'stlar, bemalol mana lupa orqali uzoqdagi kadrda ham yaqinlashtirib, sizni mijozingizni yo sizni ko'rayotgan insonni e'tiborini tortishingiz mumkin. Keyin istoriya degan joyi bor. Istoriya, опишите klip. Bu yerda hozir polностью klipning nomini yozib chiqing deyapti. Keyin revers degani videoni montaji qo'shimcha, keyin stop kadr degani mana. Mashina eng katta sababi g'ururi yo'l qo'ymaydi. Lekin qaytadan yana shu narsani qo'yib panaqa ko'radigan joy do'stlar. Keyin bu yerda tekst yozsa bo'ladi. Добавить заголовок. Bunda ham yozib tashlasa bo'ladi do'stlar. Keyin buni montajini qilib, xohlasangiz buni qarang, xohlasangiz buni qarang, xohlasangiz buni qarang, xohlasangiz qora, xohlasangiz oq,
xohlasangiz oq, xohlasangiz qizil, farq yo'q. Bu yerdan bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Bunday qilsangiz ham, bunday qilsangiz ham, bunday qilsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Keyin bu videoning ustiga yana bitta video qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Mana masalan mana ketdi. Video qo'yildi. Ya'ni hozir 1 daqiqa rasmdan boshlab ko'rsatdi, tekstni ko'rsatdi mana do'stlar. Добавить заголовок, добавить подзаголовок, добавить небольшой текст. Masalan mana bemalol ko'rinadi do'stlar. Keyin rasm qo'yish do'stlar. Rasmni bunday qo'yib qo'yib, bunday qo'yib qo'ysa bo'ladi do'stlar. Ana. 3-sini o'rganimdan bari to'q yo'q, bari. Mana do'stlar, bemalol ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin. Qanaqa savollaringiz, tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, обязательно qo'limdan kelgancha javob beraman. Bexijolat yozaverasizlar. Like, komment, podpiska bosib fikringizni bildirib qoldiring. Keyin bu yerda yana ekranga yana video qo'yish funksiyasi ham bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Bunda plusni bosamiz. Mana videoni qo'yamiz. Mana video. Xohlagancha mana video bo'ladi. Yana video ham qo'ysak bo'ladi. Buni yana bu videoni mana bitta, ikkita, uchta rasmlar bilan birga do'stlar bemalol redaktor qilib tekstlarni qo'yib plus minuslarni ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta funksiyasini batafsil aytib o'tdim. Qanday savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib, ko'z bola malades deb qo'ysalaringiz bo'ldi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Qanday kommentariy yozishni bilmayotgan bo'lsangiz, bugungi sanani qo'yib rahmat deb qo'ysangiz bo'ldi.